Doktor Jo'rayev, Tava Vita kompaniyasi haqida to'liq ma'lumot bersangiz. Xo'p, avvalambor mahsulotlarni suyuqlik ko'rinishida ekanligi, ya'ni ishlab chiqarish texnologiyasini sovuq haroratda suvni siqish yo'li bilan olinganligi. Ikkinchi o'rinda mahsulotlarning tilosdan so'rilishi va mahsulotlarni tez effekt berishi va mahsulotlarni guruhlarga bo'linganligi. Masalan, Filtwas mahsulotlarimiz o'ta detoks tozalovchi, enerji bor, immun ko'taruvchi, asab tizimi uchun va yurak qon tomiri uchun hamda onkologiya uchun mahsulotlar bor. Va keyingi liniya bu yerda mahsulotlar kollagenlarimiz suyuqlik ko'rinishida. Bu ham sovuq haroratda suvni siqish yo'li bilan olingan. Alohida go'zallik uchun, soch teri tirnoq uchun kollagen, bo'g'imlar uchun kollagen va chiroyli qad-qomat ozdiruvchi kollagenlar mavjud. Juda ham ajoyib yadro texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan mitsillar biokompleksda qon ko'paytiruvchi, omega biokompleksi, ayollar salomatligi, erkaklar salomatligi va zreniyani yaxshilovchi hamda onkologiyani oldini oluvchi tomchilar bor. Shuningdek, mana Osiyo xalqi sevadigan 20 xil choylari bor. Choylar ham alohida guruhlarga bo'linadi. To'xtang. Mahsulotni eshitdingiz. Endi marketing planimizni ham eshitishga tayyormisiz? Sizni doimiy qayta xaridlar, statusdan tushib ketish, ballar o'chib ketishi sizni qiynayaptimi? Qo'shimcha majburiyatlar aynan sizni qiynab, kompaniyalardan ko'nglingiz sovigan bo'lsa, ketishga shoshilmang. Buning yechimi mana Tava Vita kompaniyasi. Tava Vita kompaniyasida qayta xaridlar, statusdan tushib ketish, ballar kuyishi va doimiy sizni qiynaydigan majburiyatlar yo'q. Siz biz bilan muvaffaqiyatga erishishingiz juda ham oson. Bizni jamoamizga qo'shiling va yuqori daromadlarga ega bo'ling.